Endi esa fermaga shunaqa gaplar. Ha, men ham ko'rgandim. Legoshi, Ha? xullas, qishloqqa gigant jitel kelibdi. Hayron qolishing aniq, borib bir qaragin. Mayli, ketdik. Hozir men ishlarim bor edi, keyin kelaman. Aha. Yur, Legoshi, hayron qolasan. Davay. Mana u gigant jitel. Salom. Salom. Xo'sh, nima deysan? Buncha katta bu. Shuda, asbobi ham katta bo'lsa kerak, nima deysan? Bilmadim. Ha, ishonaveringlar. Bo'pti, men ham hozir ishlarim bor edi, keyin kelaman, xo'pmi? Davay. Xullas, jitel salom. Salom. Bu nima? Bu sotadigan narsam? Sotadigan narsang? Ha, sandiqlar. Bu nima? 5000 talik. 5000 talik. Bularchi? Sandiqlar debman-ku. Xo'sh, qanaqasiga olish kerak buni? Temir sandiq ham turibdi. Buni ochib bo'lmaydimi? Hech qaysini ochib bo'lmaydi. Faqatgina ruxsat bersam ocha olasan. Yo'q, ha, narxlari yozilgan, ko'ryapsanmi? Aha, 32. Tak. Yo-moy, 64. Tak, 64 ta izmurudmi? Ha, bir stak izumrud. Yo-moy, juda ham qimmat emasmi sandiqqa? Buni ichidagi narsalar uchun-da, ichidagi narsalari seni boyitishi mumkin yoki kambag'al qilishi. Yo'q, men unaqangi narsalarga qiziqmayman. Pulga narsa olib ichini ochishga, lekin bir tarafdan o'ylab qarasa, yo'q, menga kerak emas. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Legoshi va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Jitelam albatta gigantligi zo'r, ammo olib kelgan narsalarga hayronman. Pulga sotib olish kerak deydimi? Nima ham qilardik? Xo'sh. Kelinglar, hozir mana bularni hammasini olib tashlaymiz, chunki oxirgi vaqtlarda nima uchundir fermamda hamma narsa umuman dabdala o'syapti. Oylik ham shunday cho'zilib ketdi, chunki bularni hammasini kuta olmayman o'sib chiqquncha. Balki boyasizlarga ko'rsatgan yashil joyim uchundir u yerda fake bloklarni qo'yib tashlashgan. Mana shu fake bloklar tufayli ekinga zarar yetayotgandir. Ha, mayli, qani boraylikchi. Tak, u menga qarab qo'yapti-ku. Ha, sotib oladi deb o'ylayapti shekilli. Men hech qachon sotib olmayman bunaqa narsani. Hozir boraylikchi, merga beramiz. Janob mer, Ha, anavi gigant jitelni ko'rdingizmi? qanaqa ekan jitilni? Qishloqqa kelgan. Sabzilarni oling, ko'rsataman. Qani yurchi ko'rsatchi qanaqa ekan jitil ekan. Ana u yerda o'tiribdi. Davay yur ko'rsat. Aha, yopilgan yo'l tarafda. Aylanib o'tamizda. Ha, mayli. Xo'sh, bilasizmi? Nima? Meni fermamda muammo bor. Bilaman. Kam olib kelyapsan. Fake bloklarni ham ko'rib beraman. Aha, xo'p. Hozir qani birinchi gigantni ko'raylikchi. Ha, mayli. Xo'sh, salom janoblar. Salom, men seni taniyman. Sen mana bu zo'r sandiqlarni qishloqqa olib keldingmi? Ha-da. Mana bu Legoshimi? Nima edi buni nega? Ha, Legoshi. Ana shunga aytsam olmayapti. Nimaga olmayapsan Legoshi? Bu seni boy qilishi mumkin. Pulingni ustiga yana pul ushlab olasan. Agarda ichidan zo'r narsalar chiqsa, men ishonamanki chiqadi, chunki men ham 1-2 marta yutganman shu sandiqlardan zo'r qiziq narsalarni. Olsammikin? Ha, olganing ma'qul. Men lekin bunday narsalarga qiziqmayman-da. Qiziqmasang ham bir olib ko'rgin menga. Sen xo'p degan xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi, sotib ol. Xursand bo'lasan, ichidan zo'r narsalar chiqadi. Meni ishim bor. Aha. Xo'sh, Legoshi olasanmi? Bilmasam o'ylab ko'rishim kerak-da. Ha, mayli, boshqalar olib qo'yishi mumkin-da. Mayli, o'ylab ko'raman. Ha, tezroq o'yla, aytyapman-ku, boshqalar olib qo'yishi mumkin. Ha, tushundim. Do'stlar, lekin mer aytyaptimi, demak, qarab o'tiribdimi? Mer aytyaptimi, demak, gapida jon bor. Balki rostdan ham sotib olarman. Pulim yetadi. Hacha, bilasizlarmi, kelinglar. Eng kichkina sandiqni sotib olamiz. Narsalarni olib ketmadi o'yinchilar aytgancha, hali ham turibdi. Avvalgi videodagi kim eslasa like bosib qo'ysin. Xo'sh, mayli, kelinglar, mana bularni olamizda. Hozir borib aytamiz, mayli. Katta jitel menga bera qol deb. Mana bu ko'mirni ham sotishimiz mumkin bo'ladi. Shunda aniq pulimiz yetadi. Ikkinchisini ham sotib olishga, lekin bunday qilishni istamayapman-ku, lekin baribir qiziqda. Ha, mayli, qani boraylikchi. Tak, jitel. Ha, men senga ko'mir olib keldim. Ko'mir sotish mumkin emas-ku. Bilaman, lekin sen sotib olasan-ku, shular. Bo'pti. Men shuncha beraman. Menga yetadi. Nima uchun o'zi? Ishing bo'lmasin. Bo'pti, mayli. O'zing bilasan. Xo'sh, qani do'stlar, hozir boramizda sotib olamiz. Legoshi kelyapsanmi? Olasanmi? Xullas, men o'ylab ko'rib bir qarorga keldimki, mana bu birinchisini olmoqchiman. Yog'ochli eng arzonni. Mayli, boshlanishga yomon tanlov emas. Bera qol pulni. Ushla. Yaxshi, och endi. Ochishim mumkinmi? Ha, och olasan, men senga ruxsat berdim. Yaxshi, mana busini sindirib tashlay, odamlar o'ylamasin yana. Ha, yaxshi. Wow. Jin ursin, bu yerda pullar. Tak, stop. Qiziq, 5000 taliklar, yaxshi. Xo'sh, yo'q. Tak, pul bo'yicha unchalik ham yomon emas, lekin baribir bu izumrudlarga yetmaydi. Qolganlari-chi? Bu yerda
Zapcha nima? Mashina zapchaslarimi? Rul bu yerda qanaqadir kuler nima? Dvigatel, yana qanaqadir g'ildirakmi? Jitel bu nimasi? Sen meni aldadingmi? Yo'q, eng arzonda eng arzon narsalar chiqadi-da. Tushunursin. Buni nima qilaman? Radiatsiya belgisi turibdi, qanaqadir ventilyator. Yo, bu ventilyator emas, kuler. Nima? Bu anavi-ku taksichilar qo'yib oladigan. Ha, mashinaning tepasiga qo'yadi. Mashinang bormi? Yo'q. Va eshik. Ha, Jiguliniki oldi va orqasi. Tushunursin. Buni nima qilaman? G'ildirak yana, dvigatel, rul, shashkasi anavuniki, taksiniki. Ha-da. Nima qilaman buni? Bilmasam, sotishing mumkin. Sotishi kimga sotaman? O'ylab ko'r o'zing, balki plyusga chiqarsan. Plyusga qancha menda bir g'oya bor. Bittasiga sotish mayli. Mana bunisini ham ochaychi, balki bu safar omadim kelar. Omading shu ham kelmasligi mumkin, lekin shuni bilib qo'y. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, ushla. Ha, o'zing bilasan. Davay qani ochchi. Hozir sindirib tashlay. Ha, odamlar sotilmagan deb o'ylamaydi. Agarda olib tashlasang, sotilganini bilishadi. Bu yerda уже tak, stop, mashina arendasi. Yomonmasa, Boshimga uramanmi? biznes ochyapsanmi? Yo'q, mana bu jiteldan oldim. Ha, yaxshi. Men hozir bir ikkita ishim bor edi. Mashina esimga tushib ketdi. Mashina. Xo'sh, Slayderni oldida sharmanda bo'ldim. Axir katta youtuber bo'lsa, endi biznes deganiga biznes qilishimga yoki harakat qilishimga to'g'ri keladi. Men esa mashinalarga tushunmasam, nima uchun o'zi san buni qalinligini-chi, buni qanday sindiraman endi? kirka bilanda. Bo'pti. Nimaga buncha mashina bo'yicha narsalar ko'p? Bolta bor ekan, yomon emas bolta. Mana bularni endi ishlatsam bo'ladi. Lekin bularni sotsam bo'ladi. Shuda balki plyusga chiqarsan, hammasini sotsang. Ko'ramiz. Tak, bu yerda yana nima? Vilka. Ha, sanchiqi. Tushunma. Buni nima qilaman? Yerga tashlama, mikrob kiradi. Mikrob kiradi. Ha-da, og'zingga. Nima deding? Vilkani og'zingga tiqasan-ku, o'sha mikrob kiradi-da. Bo'pti, buchi. Bu pichoq bo'lishi kerak, oshxona pichog'i. Sal yog' surtasan yoki bilmadim, soqol olsang bo'ladi. Meni soqolim yo'q, ko'rmayapsanmi? Men bo'raman. Zo'r gap yo'q. Aufmisan? Shunaqaroq. Tak, bu yerda qoshiq, ha? Shakkar solasan. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, jitel. Aha. Bu yerda yana fleshka va mana bu yomon emas. Fleshka 16 gigabaytlik ekan. Ha, yomonmasa, yomon emas, necha pul turadi? Bilmadim, endi kelishasan-da o'zing sotayotganda menga Daftar, katta rahmat. Eskicha daftar 200 so'mlik. 200 so'mlik o'sha muomaladan chiqib ketgan uka. Bu yerda daftar ekan. Ha, buni qanday sindiraman? Bilmasam, bolta bilan urib ko'rchi. Qanaqasiga bolta bilan uraman? O'zing o'ylab ko'r, yog'och. Aha, yog'ochdan bo'ladi-ku. Nima? Qog'oz. Da, to'g'ri. Sindir ostidan. Shuna. Xo'sh, yanachi, yana ko'r nima bor edi? Bu yerda yana boltani ishlatib qo'ydim. Ko'rdingmi endi? O'zimda olib qolishimga to'g'ri keladi. Ortiqchalik qilmaydi instrument. Ha, mayli. Tak, bu yerda kamera. Tak, kamera ishlaydi. Bu 2012-yilning kamerasi ekan-ku. Ha-da, bu tushunursin. Full HD video ham olmaydi-ku. Nima? Bu yerda VG formatida olar ekan. Yo'q, mendan ham katta format-ku. Ha-da, sen nima deb o'ylaganding? Tak, jitel. Men hozir boraman-da, bularni hammasini sotaman. Menga birortasi ham kerak emas. Aha, keyin ko'ramiz, qani nima qilsak bo'lar ekan. Jo'nursin do'stlar, baribir keraksiz axlatlarni olib keldi. Nima? Hech nima. Xolos, jitel, mana bularni ola olasanmi? Nima? Shuncha. Legoshi, bularni hammasi qayerdan keldi? Sen oddiy bo'ri bo'lsang, olasan bularni? Olaman. Qanchaga? Hozir hisoblab ko'raychi. Mana bularni ham jo'nursin. Xo'sh, nima deysan? Mana shuncha yetadimi? Qancha? Hozir shoshma inventarimda. Mana. Bo'ldi, jitel, gap yo'q, yetadi. Aniq. Ha, qoyil, yana bo'lsa olib kela olaman. Aha. Jo'nursin do'stlar, eski tuskuni yaxshi sotishsa bo'ladi deb o'ylamagandim. Xo'sh, plyusga chiqdim, lekin men bilasam nima qilmoqchiman. Nima? Qancha plyusga chiqqanga o'xshab. Mayli, mana bu oxirgisini ochib ko'raylikchi. Yaxshi tanlov. Xo'sh, kodi nechi buni? 67. 6767. Xo'sh, bu nima? Jitel, bu narsalar qonuniymi o'zi? Xullas, isboti bo'lmasa o'g'rimas deyishgandek, sen ham buni ko'tarib chiqmasang ko'chaga, hamma ko'radigan joyga hech qanaqangi problema bo'lmaydi. Qopqon? Ha, ehtiyot bo'l. Yo'q. Yaxshiyamki botinkada ekanman. Qani? Lekin jonni ancha-muncha olar ekan, ehtiyot bo'l. Ha, bu nima bo'ldi? Bu mixlar. Mixlar? Ha, buni eshikka, oyoq tagiga sepsang bo'ladi. Eshikka. Xo'sh, hozir ishlatib ko'rgim kelmayapti. Bu nima bo'ldi? Buni ustidan o'tib bo'lmaydi. Yo'q, rostdan ham
o'zi bir blokdek ko'rinyapti, lekin rostini o'tib bo'lmayapti. Buni qanday sindiraman? Ketka bilan. Tak, buchi. Buni ustiga birorta blokni qo'yib ko'rgan. Blokni? Ha, yer bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'sh. Jizel, lekin mana bu uj qiziq rostdan. Qimmat bo'lganda qiziq bo'ladi-da, uka. To'g'ri. Wow. Nima? Bu tuzoq. Tuzoq? Ha, fake blok. Tushunursin. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Men bu bilan qo'y qizlarni o'g'irlashim mumkin bo'ladi. Nimalarni? Qo'y qizlarni. Qanaqa qo'y qizlarni? Bo'ri odam bor-ku menga o'xshagan. Xo'sh, ana shuni qo'yligini nima qilasan qo'y qizlarni? Jitel, bunisi уже seni ishing emas. Bu ham yomon ekan. Ha, ehtiyot bo'l-da. Tushunursin, buni hozir qo'lim bilan sindiraman desam, ilma teshik bo'lib ketadi qo'lim. Tak, menga kirka kerak bo'ladi. Xo'sh, qana. Mana hozir boramizda olamiz. Tak, menga ozgina sabzi kerak, chunki do'stlar, qornim ochib qoldi. Xo'sh, olib bo'laylik. Oppa, yaxshi. Va mana bu tarafga ham rostdan ham mana endi o'ylashimcha ancha-muncha plyusga chiqib oldik. Shu buni qo'yamiz. Agarda mana bu qurollarni ham sinab ko'raylik. Hozir tak, ozgina qornimni to'qlab olay. Jitelning yoniga qaytamiz. Jonson, shuncha narsa chiqdi-ya. Bugun bunday zo'r kun bo'ladi deb o'ylamagandim. Qani sindirchi? Xo'sh, sinyapti. Sen esa menga ishonmaganding. Nimani? Yaxshi narsalar chiqmaydi deb yurganding-ku. To'g'ri. Bekor aytibman, qiziqmayman deb. Yana qachon sotasan? Bitta odamga 2-3 marta sota olmayman. Yo'q, ha. Kelasi safar. Qachon kelasi safar? Bilmadim, endi 1 oydanmi, 2 oydanmi tovarlarni topsam, men butun Minecraftni aylanib qidiraman-da. Minecraftni? Ha, serverimizni boshdan oxirigacha. Qo'yil gap bo'lishi mumkin emas. Shaharda ham sotasanmi? Yo'q, shaharda sotmayman. Bu gap yo'q, bu umuman qonuniy bo'lmasa kerak, albatta. Tushunursin, bu nima uchun qop-qora? Chunki bu politsiyachi. Menga qaratmada, unday yuzingga g'alati ko'rinar ekan. Ichida o'q yo'q-ku, baribir. Xo'sh, agarda mana bunday qilsam-chi? Qanday? Wow, o'zi ham chiqmas ekan-ku. Jitelni o'ldirib qo'ydim. Zato izumrudlarim tushdi. Men hech kim ko'rmadim. Axir Jitelni o'zi aytdi. Qo'lga tushmadim, demak, o'g'ri emas isbotlanmagunicha. Xo'sh, bularni qani hammasini olaychi. Mana bu sandiq menga kerak. Bunisini sindirish juda ham uzoq vaqt ketadi shekilli. Jonursin, bu yo-mayo. Davay, qani. Yaxshi, oldim. Lekin mana bu temirlisiga o'zi o'ylashimcha bunga kamida olmoslik kerak. Mana bu butun katta blok bo'lib sinar ekan-ku. Yomon emas bu. Bilmadim. Xasa ideya bor. Jitel, qara nima olib keldim. Bu nima? Qayerdan topding? Tushunursin, Jitel hayron qolishi aniq. Xo'sh, buni esa hozir yeb olamizda, keyin pul uchun qaytaman yoniga. Qani to'lab bersin katta blok uchun. Xo'sh, hozir esa biz do'stlar buni olib qo'yishimiz kerak bir burchakka va qo'yib tashlaymiz ichiga. Jitel bo'yicha bo'lsa do'stlar, xavotir olmanglar. Jitellar respawn bo'la olishadi, adashmasam. Ha, axir o'yinchi emas-ku, o'yinchi bo'lganda otmagan bo'lardim. Lekin u jitel bo'lgani uchun uni otish mumkin. Baribir ham respawn bo'ladi va pulni beraman.